Azat. Qutquzinglar! Oppa! Oppa! Voyjon! Avi! Hey soldak! Avi! Yani sen mi ba asker? Artık işe aralashmasan, bir seni gacha depti. Qo'lim bekla og'rib ketyapti. O'lib ketamanmi? Biz aeroplanning uçuşçular bölümünü tepişimiz gerek. Bu yerde doktor var mı? Aranglarda doktor var mı? Sizlar mu mavjud emas albatta. Hozir sizlar o'z dunyoringlardan ayrilganga oz deganda 10 necha yil bo'ldi. Balamni qutqizib sizdan o'tib qolay. Balamni qutuldirib. Bu yerda signal topmaydi ekan. Ular bizni topguncha xeyli vaqt ketishi mumkin. Azat! Azat! Andın ular kayni yeyinib, uzun sığa birli quri sap tüzüb turdi. Bizni əmdi nima qila deb andisha ichida xili saqlagan bo'lsaqmi, biror odam bizning yinimizga kelay demaydi. Men atrofga zang silishga boshladim. Bu sahnaning ustida bir oltin taxt bor bo'lib, u bo'sh turadi. Taxtning keyinda hiliqi o'nkir xuddi odam yeydigan yalmovuzning eg'iziga o'xshash surlik turadi. Bir chaqda yana nurg'un ashkarlarning guldirlagan oyoq ovozi anglanishga boshladi. Bir hazodan keyin qovuq darvozasi ochilib, ular yana bir odamni so'rab kirishdi. Bu qitim lashkarlarning soni biror yuzdan kam emas edi. Ular u odamni akilib bizning yinimizdagi to'rikka bog'ildi. Ondan u lashkarlarmi orqaga inib, boshdagi sapning oxiriga ulashdi. Ular asli bu maydonni cho'rdab tiziladi ekan. Ular hammasi cho'rdab tizilib bo'lgandilar, atrof timtasliq to'ldi. Hey, sizlar nima odamlar? So'rdim men lashkardan. Ulardan sado chiqarganda qilmaydi. Xuddi o'lik odamdek mitmi qilmay, qaqqan qo'ziqdek joyida jim turadi. Azat, ular bizning tilimizni tushunmaydigan o'xshaydi. Dedi-yu bu. Shundaqdan bir ifoda bildirib qo'yar bo'lg'aydi. Dedi Shayra. Shu emasmi? Ular xuddi haykalda turmamdi. Dedim men. Bir chaqda sahnaning orqasidagi o'nkordan bir narsaning ho'kirgan ovozi anglandi. Arqadan yana bir turkum lashkarlar u o'nkordan taraqshib bir xil qadamda dastlab chiqishga boshladi. Bu chaq tong suzilib kun chiqaydigan edi. Ular talto'kis chiqib bo'lganda bu maydon oltin savutliq lashkarlar bilan liqqada to'lgan edi. Ular chiqib bo'libmi, yana hech chiqilmasdan joyda qaqqan qo'ziqdek turadi. Joyda qaqqan qo'ziqdek turadi. Hey, bular asal benormalg'o, dedi Mingwei. Menchimi shundaqdak? Dedi Shayra. Bu lashkarlarning chiroyi qaranglar. Ularning yuzlari nimanda tatirang'o. Qira o lashkarning yuz terisi sesib ketgandeklar. Shundaq. Bular bekli g'ayri turadi. Eng yaxshisi ovoz chiqarmay turayli. Shundaq deb turishimga tuyuqsiz lashkarlar birli vaqtda xuddi harbiy komanda berilgandek orqaga burildi. Ondan guz-guz qilib bir xil ritmda dastlab o'nkir ichiga qarab mangdi. Ularning oyoq kirib bo'lguncha kun qizirib chiqishga boshlagan edi. Bu nimog'ni amdi? Ularning birisimi qolmay kirib ketdi-ku. Biz qanday qilamiz amdi? Dedi-yu bu hayron bo'lib. Amaliyotda bu rostla hayron bo'lgan kishi edi. Ular aniqla birasining komandasini topshirib olmadi. Biror kimmi ularga komanda bermadi. Shundaq turuqliq barliq lashkarlar birli vaqtda orqaga burilib, ratlik holda o'nkirga kirib ketgan edi. Qanday qilatdiq? Bo'shinib qochimizda albatta, dedi Mingwei. Biz endi bo'shinishga urinayotgan chaqda qovuq darvozasi ochilib, boshqa bir turkum odam gurildab vaqirashqanicha yugurib kirishdi. Azat, atrofga qara. Bu nima ish? Dedi-yu bu. Ko'rdim. Bu odamlar qarashqa ular bilan ayrimda qiladi. Mayli nimali bo'lmasin, ulardan ovoz chiqar ekan. Dedim men. Yo'q, ulan demidim. Bu imoratlar qara. Men atrofga zang solmagan ekanman. Ko'zni qamashtirgudek imoratlar mana endi top tam uylarga aylanib qolgan edi. Bo'layotgan bu sirli qishlardan hayron bo'lib turib qolgan edik. Uningcha qovuq tarafdan kirayotganlar yinimizga kelib qolgan edi. Ular bizni ko'rib yinimizga kelishdi. Arada birisi supustidagi yiliqi oltin taxtda o'ltirdi. Bu oltin taxtmi boshqa narsalarga o'xshash asliga qaytgan bo'lib, bu holatda nihoyat ko'nrab ketgan yog'och o'rindiq edi.
u odamning ikki yanida ikki odam uni qo'g'dab turadi. Qolgan odamlar uning shig'inicha bir nimalarni deyishyotadi. Bir chaqda hiliq taxtda o'tirgan odam bir nimalarni dedi. Ondan uning hinidagi odam o'lik ovozda birini chaqirgandek qildi. Boshqalarning hammasi o'zining atroflariga qarashga boshladi. Buningdan ularning birini izlayotganligini bilgili bo'ladi. Bir chaqda yubu sup tarafga qarab hayronlik qildi. U qaragan tarafga qarab men hayron qolgan edim. Chunki Avi kishilar to'pi orasidan chiqib, taxtdagi u odamga tizilib, ehtirom bildirgandan keyin bir nimalarni dedi. Bu haromzodaning hayotligini o'ylamabdi ekanman. Eliq kuni kesh biz noma'lum maxluqning hujumida fushquchi va bir necha odamimizdan ayrilib qolgandan keyin u g'oyib bo'lgan edi. Shuningdan beri uni ko'rib boqmagan edik. Men ko'nglimda uni o'ldi deb o'ylagan edim. Avi! Hey, Soltak! Avi! Mengvi hayajonini bosolmay vaqirab tashildi. Avi bo'lsa orqaga qarab qo'ymagan edi. U taxtda o'ltirgan u kishi bilan xeyli vaqtgacha bir nimalarni deyishgandan keyin kayniga burilib bizning hinimizga keldi. Bu Soltak, sen bularning suvonini bildikansan, ha? Sen qo'l qo'ydim. Yamankansan, dedi Mengvi hayajonlanib. Avi bo'lsa miyiqida kulib qo'yib gap so'z qilmadi. Ey Soltak, bular bizni bo'sh tivat. Put qo'llarim uyushib qoldi mening, dedi Yubomo. Ammo Avi yanala ishbarasiz turadi. U hammamizga birdan qarab chiqqandan keyin tamkin holda so'z qildi. Ha, men unda qilmayman, dedi u. Soltakni. Ila boshni vassam, bishingni yerib etma yana. dedi Mengvi. Men ahvolning boshqacha ekanligini sezib, undan so'radim. Avval sening hayot ekanligingni ko'rib xush bo'ldim. Endi degina, bular kim? Sen bu yerda nima ish qilasan? Sarkarda, yanılı sarkardida. Gapning meg'izni so'radi. Yaxshi. Amsi men ishlarni oddiy qilib tushuntirib qo'yay. Bular Mona qabilasi bo'ladi. Avu kishi qabila boshlig'i Borta bo'ladi. Men uning maslahatchisi va tarjimoni bo'laman. Meni yanıla Avi deb chaqirsanglar bo'ladi. Qabila boshlig'i Borta sizlardan bir ishni so'ramoqchi. Nima ishni? Sizlar ma'lum bilan ko'rishdinglar. O sizlarga nimalan dedi? Ma'lum? Sen onu bilamsan? Shundoq. Bu orolda uni bilmaydigan odam yo'q. Qabilamizni bu kunga qo'ygan odammi shu? Shunga qabiladagi hamma odam uningga tishtirniqicha o'sh. To'xta. Menga bu ishlarni boshdan so'zlab bersang bo'lamdi. Avval savolimga javob ber. Ondan qolgan ishlarni so'zlasak bo'ladi. U gaplarimni anglagandan keyin qabila boshlig'i Bortaga tushuntirishga boshladi. Borta uning so'zlarini anglab bir hazog'icha sukunatga cho'mdi. Ondan bizga qarab Aviga bir nimalan dedi. Ondan Avi bizga bir pas qarab o'tgandan keyin uningga yana bir nimalan dedi. Oxirida Borta beshini lang'ishtib bir nimaga qo'shilganligini ifodaladi. Shundil Avi orqasiga burilib bizga qarab kulib qo'ygandan keyin yonidagi qilichga turgan odamga qarab ishorat qilib qo'ydi. Eliqi qilich tutqun baslik odam bizga qarab g'azab bilan mengib kelishga boshladi. U udul Mengvining oldiga kelib qilichini beshidan egiz ko'tardi. Demak, o'ldigan bo'ptuq deb o'ylab tursam, Mengvi varqirab tashildi. O'ylamagan yerdan u odam qilichini egiz ko'tarib, Mengvini bog'ilgan orqanni kesib tashlagan edi. Ondan u boshqalarimizning orqanlarimizni kesib, bizni bo'shatdi. Biz uyushib ketgan put qo'llarimizni harakatlantirib o'tdik. Ammo Mengvi yanada joyida jim turadi. Buni boshqalarga bayqagan bo'lsa kerak. Mona qabilasidagilar uningga qarab paraqida kulishib ketdi. Chunki u ishini chiqarib atgan edi. Avi bizni o'ng'aysizlikdan qutuldirib bir uyga boshlab kirdi. Uy ichi qorong'u bo'lib, yonda bir jinchiroq ayniqliq turadi. Qani, bahuzur o'ltirib orom ilinglar. Bir damdan keyin noshtalik tayyor bo'ladi. Qolgan gaplarni noshtadan keyin deyishaylik, dedi Avi. U shunday deb qo'yib, javobimizni kutmasdan chiqib ketdi. Biz bo'layotgan ishlarga qanday inkos qaytarishni bilmay turib qolgan edik. Hay, bu Avi degan kasobat zodi kimning odami? O biz bilan bir aeroplanga chiqqan bo'lg'oydi, dedi Mengvi. Men uni aeroplanni ko'rmagan. Aeroplan tushib ketganini ko'rmagan. Ammo ikkinchi kuni u bizga qaytilib uchiqchilar bo'limini izlab borgan, dedi Shayra. Shundoq. Men uni shundan burun ko'rib boqmagan, dedi Yubo.
Men bu gaplarni anglagandan keyin uningdan gumonlanishga boshlagan edim. Ammo yana ko'nglimning bir yerlarida uni burun taniydigandek his qilayotdi. Shu xiyollarni surib tursam, eshik ochilib, ikki odam nashtiliq ib kirdi. Ikki taxsi beliq go'shi va bir ko'rida toshqan go'sht sho'rbisi keltirilgan edi. Ularning keyindan Avimo bildi kirgan edi. Qani, avval nasht qilayli. Kelinglar, dedi Avi yenimga kelib o'ltirib. Hammanglar qo'rsoqning ochligida gap so'zsiz nasht qildik. Nashtdan keyin Avi shiradagi narsalarni yig'ishtirib qo'yib, menga qarab ishorat qilib qo'ydi. Bu uning qani boshla deganidek qiladi. Bu zada qanday qaral? Bizning qolgan odamlarimiz qani? Dedim men keskin talaffuzda. Bu oralning ismi yo'q. Bu oral xaritadimi yo'q. Amaliyotda bu oral bu dunyoda mavjud emas. Bu nima degani? Mavjud bo'lmasa, amsi bizchu. Sizlarmi mavjud emas albatta. Hozir sizlar o'z dunyoringlardan ayrilganga oz deganda 10 necha yil bo'ldi. Oilangdagilar, uydagilaringlar, urug' tuqqanlaringlar, do'st birodarlaringlar sizlarni o'ldi deb o'ylaydi. Mumkin emas. Biz bu orolga kelganga tig'ish shikoyim bo'lmadi. Yana kelib, ma'lum bizga bu orolda vaqtning nihoyat tez o'tadiganligini, amaliyoti bo'lsa, biz o'ltirgan aeroplan tushib ketganga texi necha kun bo'lmaganligini aytgan. Gap dal mushu yerda. Ma'lumning kimligini bilamsizlar. O sizlarni aldab qo'yibdi. Bu orolda o'tgan bir kuninglar sizlarning dunyoringlardagi 6 oyga teng. Sizlar bu orolga kelganga 37 kun bo'ldi. Endi deb biqinglar. 37 kun qancha yilga barobar ekan? Amsi degina, ma'lum zot kim? So'ri diyor bu. Ma'lum bu orolga kelganga 100 yildan oshdi. Uni bu orolning koni xo'jilari desakmi bo'ladi. To'xta. 100 yildan oshdi demsan? O shunda qiyirman? Shundoq 100 yildan oshdi. Balkim his qilmagan bo'lishinglar mumkin. Bu orolda odam qiyirmaydi. Uzun umr ko'radi. Sen abadiy hayot demakchimi? Shundoq. Eng dastlab bu orolni sho'bay qilgan. O chog'larda orolda ikki podshohlik bor edi. Oltin savutliq lashkarlar shu podshohliklar orasidagi birisi. Ayni chog'da ikki podshohlik bu orolda nihoyat inoq o'tadi. Bir-biridan zimin talashmaydi. Fuqarolami ijil inoq edi. Shundoq kunlarning birida orolga bir kema keldi. Azaldan bundoq ishni ko'rib boqmagan xalq dengiz bo'yiga o'lishib, kemadagi o odamni qizg'in kutib oldi. Bu odam dal ma'lum edi. Ma'lum ularga o'z dunyosidagi ishlarni so'zlab berib, ularni o'ziga ram qilib olgan edi. Ikki podshohmi damlashib uni o'z yiniga chaqirtqizib paranglashadi. Shundoq qilib bu orolda nihoyat hurmatga sazovor odam bo'ldi. Bir kuni o adolat cho'qqisidagi xislatli toshni ko'rib qoldi. O tosh har kuni kash oltin rangga kirib, orolning hamma yeriga nur chechib turadi. O boshqalardan uning nima tosh ekanligini so'rab bilib olgandan keyin uningga erishmoqchi bo'lib, adolat cho'qqisiga chiqdi. Ammo u toshni 10 necha qo'g'digacha navbat bilan qo'g'dab turadi. O ularga toshni bir elib ko'rib beqishni aytganida, lashkarlar uningga yo'l qo'ymay, uni qaytarib etdi. Keyin o ko'ngliga bir razil planni pukib, oltin podshohligiga kelib, podshohga yelmikir bilan yana bir podshohlikning adolat cho'qqisidagi xislatli toshga ega bo'lib olmoqchi bo'layotganligini, o'zining podshohligining xatar ichida qolganligini aytib, cheqimchilik qildi. Ondan u podshohning yinidan chiqib, yana bir podshohning oldiga bordi. O podshohga oltin podshohlikning o'zlariga tuhmat qilib, urush qo'zg'amoqchi bo'layotganligini, ondan urushda g'alaba qilgandan keyin xislatli toshni yolg'iz yutib olmoqchi bo'layotganligini aytib, ikki podshohlikni o'zaro dushmanlashtirib qo'ydi. Shuning bilan necha asr tinchlikda o'tgan bu orol urush qaynimiga tushib qoldi. Har kuni orolda qilish nayzlarning bir-biriga urilgan ovozlari to'xtab qolmadi. Fursatning pishib yetilganligini ko'rgan ma'lum adolat cho'qqisiga chiqib, lashkarlarga darhol tuvanga yordamga tushishni, toshqa o'zining qarab turganligini aytib, lashkarlarni aldab tuvanga tushirib etdi. Ondan o'zi xislatli toshni qo'liga oldi. Xislatli tosh necha asr egisiz turg'ashqimi, uning kuch-quvvati bakli zo'rayib ketgan edi. Ma'lum toshni qo'liga olgan hamon butun orol yer tavragandek tavrab ketdi va adolat cho'qqisidan kuchli bir nur chaqnadi. Buni yiroqdan ko'rgan kishilar ana shu chog'da ma'lumning qiltiqiga tushganligini his qildi. Ammo ular kechikkan edi.
Malung toshni qo'liga olgan paytdan boshlab xislatli kuchga ega bo'ldi. Qaysi kuni sizlarga hujum qilgan g'oyat zo'r qora tutakka uringan maxluq dal Malungning o'zi shu. Keyin oltin podshohligi barliq kishilarni yig'ib, uningdan xislatli toshni tortib olish o'yiga kelib, uni tutishga amali chora izlaydi. Keyin bir Perxon ularga yordam berdiganligini, ammo bu podshohlikning butunlay halok bo'lganligini aytadi. Podshoh qilchibi o'ylanmasdan ma'qul bo'ladi. Chunki u xislatli tosh bo'lmasa, bu orolni bo'lmaydiganligini, bu oroldan chiqib ketsa, dunyoga bir baloyi ofat keldiganligini biladi. Shuning bilan Perxon oltin podshohlikning barliq lashkarlarini o'lmas qo'shinga aylantiradi. Ammo bu lashkarlar faqat kechasida tirildi. Kunduzi sizlar ko'rgan heliqi o'nkirga kirib ketadi. Ularda hissiyot yo'q. Xuddi bir mashina odamga o'xshaydi. Ma'lum bu o'lmas qo'shinga tankilalmay, oxiri xislatli toshni tatqizib qo'yadi. Oltin podshohligi xislatli toshni olgandan keyin shu o'nkirga kirib ketib, o'nkir eg'izini mangulikka pechatlab etadi. Keyin oradan nurg'un yil o'tdi. Ma'lumning xislatli toshga bo'lgan muhabbati uni bu oroldan ketkizmadi. Balki ketishni o'ylagan bo'lsa-mu ketanmagandi. Yaqinqi vaqtga kelganda u Mona qabilasiga to'xtamay hujum qilib turdi. Bir kuni u bu yerga bostirib kirib, pechatlangan o'nkir eg'izni ichib, xislatli toshni bulab ketdi. Ana shuningdan tortib, o'lmas qo'shin har kuni kash tirilib, sirtqa chiqib, odamlarni tutib kelib, sizlarni bog'ligandek bog'lab qo'yib, yonlarini aqtirdigan bo'ldi. Mona qabilasi amalsiz ketisi shaharni tashlab, sirtqa chiqib, yer ostidagi gami uylarda yashashga majbur bo'ldi. Bu orol to'g'riliq bilmoqchi bo'lgan ishlarning hammini so'zlab berdi. Endi yana bormi? Undaqda xislatli toshning nima xislati bor? So'rdi Mingvi. O, bu orolning jini. Yo'q, yer sharining jini desakmi bo'g'dak. Chunki u o'z o'rnidan ayrilsa, yer shari balki parchalanib ketishi mumkin. Hay sultak, nimandaq cho'ng-cho'ng ishlarni deydigansa? Hozir biz o'z jinimizning qo'yida yursak, sen nimalarni jo'ylaydigansa? Dedi Mingvi. Bizning odamlarimiz-chi, ular nada? So'rdim men. Oltin savutliq lashkarlar ularni o'nkir ichiga olib kirib ketdi. Sendan yana bir ishni so'ray. Sen zada bizning oramizdagi odammi yoki aslida bu orolda bormidi? Sen-chi? Dedi u kulimsirab. Uning kulgisidan javobga erishganmi bo'ldi? Chunki u aslida bu orolda bo'lmasa, buncha ko'p ishni nerdan biladi? Endi qanday qilamiz? Biz qanday qilsak bu oroldan keta olamiz? So'rdi Shayra. Xislatli tosh bo'lmasa, bu mumkin bo'lmasmikan? Demak, xislatli tosh bo'lsa, biz bu oroldan keta olamiz, shundaqmi? Dedim men. Shundaq, xislatli tosh Ma'lumning qo'lida. Shunga vaqtincha ketanmaysizlar. Vaqtincha? Sening deganing qanchalik vaqt? Buni bir nima demakdas. Balki bir yil yoki 4-5 yil va yoki uningdanmi uzun. Nima davatsan hoy sultak? Biz bu yerda 1 yil tursak, qaytib qolgandan keyin 180 yil o'tib ketmamdi. Dedi Mingvi terkib. Albatta shundoq bo'ladi. Shunga sizlarmi bizga yordamlashib, xislatli toshni tepishib berishinglar kerak. Bo'ldi. Lekin bir shart. Cho'qim bizni bu yerdan ketkizib qo'ysizlar. Dedim men keskin ohangda. Chatoq yo'q. Biror planing bormi? So'rdi Yubo. Albatta, biroq planni anglagandan keyin xafa bo'lishinglar mumkin. Qani deb baxmamsa? Sizlar yamchik bo'lib, Ma'lumning oldiga berishinglar kerak. Nima deydi men sultak? Dedi Yubo terkib. Bo'ldi. Shayra ishkimiz uning bilan ko'rishib baqqan. Uni ozroq bo'lsa-mu tushunamiz. Hey, yamchik bo'lasan desa, sening ma'qul bo'lganing nemisi? Dedi Mingvi terkib. Sizlar ishkinglar mushara qilinglar. Shayra ishkimiz uning oldiga boramiz. Hozir sizlar chiqib bo'lsanglar, Abi bilan deyishadigan gaplarimiz bor. Mingvi bilan Yubo ishkisi qo'dildigan holda chiqib ketdi. Abi bilan Shayra uchimiz bir qora plan tuzib olgandan keyin Shayra ishkimiz shu kunli yo'lga chiqdik. Manzil hiliqi yog'och uy edi. Bir kundan ortiq yo'l yurib, oxiri yog'och uyga yetib kelgan edik. Biz plan bo'yicha yog'och uyning oldiga yo'l o'tinda o't yiqib chiqardik. Ma'lum buvisini ko'rib, bir osh pishim vaqti qolmay kelib bo'lgan edi. Iroqdan daraxt shoxlarining qaraslab sungan ovoz anglanib, u birdamda ko'z oldimizda paydo bo'ldi. Nahaydi yo'g'on bir qor tutak hayvat bilan oldimizda turardi. Men bu qitim qo'rqinishni bir chetga qayirib qo'yib, uning oldiga mangdim. U menga etilib kelayotgan shu paytda uning ismini chaqirdi. Ma'lum!